Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana navbatdagi ishlarimizni tugatib oldik. Bu ishlarimiz Pop shahri Uyg'ur qishlog'ida bo'lib o'tdi. Sizlarga bu tayyorlangan ko'hnamizni qisqacha obzor qilib beraman. Mana ko'rib turishlaring mumkin. Bu ko'hnimiz mana uzunligiga 5 metr bo'lgan, balandligi esa 2,75 bo'lgan. Buni fasoni high-tech bezruchka fasonda tayyorladik. Bu yerda birinchi qilingan ishlar bir boshdan tanishtirib o'taman. Mana mikrorovka bilan duxovka joylashtirib berdik. Mana bemalol ayollarimiz maza qilib ishlatishadi. Keyin esa mijozimiz talabiga binoan bu yerga oynalik mana ko'rib turishlaringiz fasad o'rnatdik. Bu fasadimizni ichiga mana led chiroqlar bilan joylashtirdik. Buni mexanizmiga polni vakuum tayyorlaganmiz. Tepa qismi esa mana bu yerdan ochiladi pastidan. Mana ko'rib turishlaring mumkin. Keyingisida esa mana bu yerga gaz plitalarini ham chiroyli qilib joylashtirdik. Vichkalarni ham, vichkalari sensorli bo'ldi. Keyin esa mana mijozimiz talabiga binoan mana fartukka svet o'rnatdik. Bu svetimiz sensorli, mana bossa o'chadi, bossa yonadi. Keyin buni zo'r jihati kechqurun ko'z olinadigan bo'lsa, bosib turilsa mana xiralashadi. Klientimizni tabiga qarab. Keyin bu yerda qilingan ish mana bu yerda tortmalarni o'rnatdik. Tortmalariga ham yaxshi vakuum mexanizm o'rnatdik. U qatori keyin qoshiq podollarni ham o'rnatib ketdik. Mana pastlari mana tayyorlandi. Undan keyingi qilingan ish mana high-tech tog'ora o'rnatib berdik. Buni tagiga esa ayollarimiz orzusidagi mana musor paqirimiz. Bu to'lsa bemalol borib to'kib kelishlari mumkin. Qappog'i ochilganda o'zi ochiladi, yopganda o'zi yopiladi avtomatik. Buni tepasiga sushilkani ham mana joylab qo'ydik, chiroyli qilib. Ko'rib turishlaring mumkin. Buni ko'rdlaring. Bunisi bu tarafiga o'rnadi. Keyin esa mana xolodilniklarni chiroyli qilib joylashtirdik. Keyin oxirida mana mijozimiz talabiga binoan mana bu yerga penal qildik. Bu penalimiz ayollarimiz chiroyli idishlarni o'rnatishga tayyorlangan. Mana ko'rib turishlaring mumkin. Polni vakuum o'rnatganmiz buni ham sharnirlarni. Agar shunday ishlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Xudo xolasa bundan zo'r ishlarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosishni unutmang.